Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Ota-onalarning bolalarga qarata muomalasi. 1087-savol. Ota-onalar bolalarga qanday muomala qilish kerak? Javob. Ota-onalar bolalarga tuvandikidek muomala qilish kerak. Birinchi, bolalarga yaxshi muomala qilish. Bolalarning ota-onalarga itoat qilishi va so'zga kirishi uchun ota-onalarning ularga yaxshi muomala qilishi, mehr-muhabbatini va shafqatini bag'ishlashi, eng muhimi ularni yaxshi tarbiyalash kerak. Bolalarga ularning do'stlarining oldida achchiqlanmaslik, ularga kamchiliklarini to'ntishda, munosib o'rinda birga yolg'iz o'ltirib, avval ularning ortiqchiliklarini so'zlab, ondan kamchiliklarini siliq mantiqliq usulda aytib berib, ondan to'g'ri nasihat qilish. Tarbiya ko'rgan ota-onalarga xos oliyjanoblikdir. Ikkinchi, bolalarning orasida odillik qilish. Bolalar orasida odillik qilish kerak. Birini biridan ortiq ko'rib, uningga alohida shafqat izhor qilish orqali boshqalarni ranjitmaslik lozim. Bolalarning orasida odillik qilmaslik ularning o'zaro qarindoshlik munosabatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ota-onaga buningdan yaxshi natija kelmaydi. Bu Allohning oldida gunoh sanaladigan yomon ishdir. Noyman ibn Bashir bolalardan birsiga alohida bir narsa bermoqchi bo'lib, bu ishga payg'ambar alayhissalomni guvoh qilmoqchi bo'ladi. U payg'ambar alayhissalomning yeniga kelib ahvolni uningga aytganda, payg'ambar alayhissalom uningdan: "Sening boshqa bolalaringmi bormi?" deb so'raydi. Noyman javob berib: "Ha, boshqa bolalarimmi bor" deydi. Payg'ambar alayhissalom uningdan yana: "Boshqa bolalaringmi berdingmi?" deb so'raganda, Noyman yo'q deb javob berdi. Bu vaqtda payg'ambar alayhissalom: "Men bunda haqsizlikka guvohlik bo'lmayman" deb uning xato qilganligini aytdi va butun musulmonlarga umumiy qilib Allohdan qo'rqinglar, bolalaringlar orasida odillik qilinglar deydi. Imom Buxoriy rivoyat. Adolat mol dunyoda emas, balki mehr-muhabbatda va butun muomalalarda talab qilinadi. 3. Bolalar uchun beddua qilmaslik, ya'ni ularni qog'imaslik. Hamisha bolalarning yaxshiligini va baxt saodatini tilab yaxshi duo qilish lozim. Ular uchun beddua qilish intayin xatarlik va yomon ishdir. Bo'libmi ba'zi ota-onalar bolalarining oz-to'la nodonliklariga achchiqlanganlikdan o'zlarini tutolmay, eg'izlarini qo'yib etishga oldiraydi. Bolalarga beddua qiladi. Ularni haqoratlab so'kadi. Bu islom nazarida xato ishdir. Payg'ambar alayhissalom o'zinglarning, avlodinglarning va mollaringlarning ziyniga duo qilmanglar. Allah'ның nemi sorusu beradigan bir saati bor, sizlarning duoyinglar shu soatga udil kelib qolmasin deb ko'rsatgan. Abu Davud rivoyat. 4. Bolalarni afu qilish. Bolalarning tantakligini va xatoliklarini afu qilib, ularning yaxshilanishi uchun tirishchanlik ko'rsatish, ularga tamomiy mehr shafqati bilan muomala qilish, ota-onalarga xos oliyjanoblik va keng qo'saqlikdir. Payg'ambar alayhissalom boshqalarga rahim qilmaganlarga rahim qilinmaydi deb ko'rsatgan. Buxoriy va Muslim rivoyat. 5. Bolalarga kelsikenmez achchiqlanmaslik. Bolalarga to'la achchiqlanish hargiz ijobiy natija keltirmaydi. Bolalarning xatoliklari va bo'lumsiz qiliqlarga achchiqlanishning o'rniga sabrchanlik bilan o'zini tutib turib, siliq va ilmiy yo'sinda to'g'risini ko'rsatib berish tarbiya ko'rgan ota-onalarga xos oliyjanoblikdir. O'lgimiz Muhammad alayhissalom bolalarga qat'iy achchiqlanmaydi. Anas ibn Malik raziyallohu anhu mundaq deydi: "Men payg'ambar alayhissalomning uyida 10 yil xizmat qilish jarayonida uning menga bir qitimmi achchiqlanganligini bilmayman. Xato qilgan ishlarim uchun nima uchun shunday qilding deb baqan emas. Oiladagilar menga tapitani qilmoqchi bo'lsa, bo'ldi qilinglar. Taqdirda putilgini bo'ladi" deydi. Darimi rivoyat. 6. Bolalarga amaliy nasihat qilish. Bolalarga amaliy nasihat qilish degan o'zi qilmaydigan yaxshi ishlarni va yaxshi fazilatlarni og'zaki so'zlab berish emas, balki bolalarga o'rgatmoqchi bo'lganlarni o'zi amaliyotida qilib ko'rsatish deganlikdir. Shunda qilingan tarbiyalar unumli natija beradi. Shunga Alloh taolo Muhammad alayhissalomning namozning farzligini e'lon qilishga buyurgan so'zida oilangdagilarni namozga buyurgan va o'zingmi uni o'rindashda ching turg'in degan. Taho surasi 132-oyat. Chunki o'zi qilmagan ishni boshqalarga buyurishning unumi bo'lmaydi. 7. Bolalarning aqliga tushib turib suhbatlashish. Bolalar bilan yuzma-yuz turib,
ularning aqliga muvofiq holda so'zlashish, suhbatlashish, fikrlarini anglash, talablari bo'lsa o'rindash nihoyatda muhimdir. Aksicha bolalarni o'zlari tushunmaydigan va aql qabul qilmaydigan ishlarga zo'rlash ularning isyonkorligini keltirib chiqaradi. Bolalarning so'rgan savollariga sen baribir tushunmaysan-ku deb sal qarmasdan qoyil qilarlik usulda to'g'ri ham tushunishli javob berish lozim. 8. Balalarga qissalarni aytib berish. Qissalar, hikoyalar va tepishmoqlar balalarning aqli iqtidorini taraq qildirish uchun nihoyat foydalidir. Balalarning aqli iqtidoriga ta'sir ko'rsatish, qobiliyatini uyg'otish, sezgi organlarini mashq qildirish orqali ularning ijodkorlik ro'yini kashf qilish tarbiya usulidagi asosli ishlarning biridir. Balalarning qaysi fanga va qanday narsaga qiziqadiganligini bilib olgandan keyin ularning o'zlari qiziqqan fanga va qobiliyati talab qilgan shu ishga yuzlantirish kerak. Ularni o'zlari xohlamagan fanga yoki kasbga zo'rlash yaxshi natija keltirmaydi. Balalarning ota-onasiga o'tashga tegishli burchi. 1088-savol. Ota-onaga qarata muomala qanday bo'lish kerak? Javob. Ota-onaga qarata muomala ularga yaxshi muomala qilish, qitirqinib xizmatlarni qilishdan iborat birli jumla so'zga qisqartiriladi. Ota-onalarga yaxshi muomala qilish degan bu bir jumla so'z. Ularni moddiy va ma'naviy jihatlardan ta'minlab turish, ularni hamisha asrash, ko'ngillarini shod qilish, beqib cho'ng qilish jarayonidagi yaxshiliklarini va ajrlarini qaytarishga tirishish, ularning armonlarini va vasiyatlarini amalga oshirish, ularni hamisha eng oliy ehtirom bilan hurmat qilish, ularni ranjitmaslik qatorliq ko'plagan yaxshilik turlarini o'z ichiga oladi. Shuning uchun Alloh taolo bolalarni ota-onalarga yaxshi muomala qilishdan iborat bu bir jumla so'zga buyurib mundaq deydi. Parvardigoring faqat uning o'ziga ibodat qilishinglarni va ota-onanglarga ihson, yaxshi muomala va qitirqinib xizmat qilishinglarni tavsiya qildi. Ularning biri yoki ikkilisi sening qo'l ostingda bo'lib yashinib qolsa, ularga ohoy demagin. Ya'ni malollikni bildiradigan shunchalik so'zni qilmagin. Ularni do'shga almagin. Ularga hurmat bilan yumshoq so'z qilgin. Ularga kamoli mehribonlikdan nihoyat kamtar muomalada bo'lgin va ey Parvardigorim, ular meni kichikligimdan tarbiyalaganidek ularga marhamat qilgin degin. Parvardigoringlar dilinglardagilarni obdan bilguvchidir. Agar sizlar yaxshi bo'lsanglar, yana ota-onanglarni qaqshatquvchi bo'lmasanglar, Alloh taolo sizlarning xatoliklaringlarni kechirdi. Alloh haqiqatan tavba qilib turg'uvchilarni mag'firat qilguvchidir. Sura Isra 23-25-oyatlar. Bu oyatlar bolalar qanday sharoitda bo'lsin, ya'ni ular mayli boy bo'lsin, mayli kambag'al bo'lsin, mayli ko'ngillari xotirjam bo'lsin, mayli g'am qayg'u ichida bo'lsin, har holatda ota-onalarga qitirqinib ixlos bilan xizmat qilishning lozimligini ko'rsatadi. Hatto Qur'on Karim ba'zi vaqtlarda bolalarning ochchig'idan o'zlarini tutolmagan holatlardami ularga malollikni bildiradigan oddiy so'zlarni qilmaslikni tavsiya qiladi. Xususan ota-onalar yashinib qolganda ularning ko'ngli inchika, gap ko'tarilmaydigan bo'lib qolg'achqa, ularga intayin yumshoq va siliq muomalada bo'lishni alohida tavsiya qiladi. Uningdan keyin bolalar ota-onalarga qo'llaridan keladigan butun xizmatlarni qilganning sirtida Alloh taolodan ularga marhamat va rahmat tilashni tavsiya qiladi. Eng oxirida Alloh taolo ularning dillaridagi butun o'ylaganlarini biladiganligini va ota-onasiga bo'lgan samimiy ixlosi va muhabbatiga qarab mukofot beradiganligini, gunohlarni mag'firat qiladiganligini bayon qilish bilan bu tavsiyalarni tamomlaydi. Oyatdagi ihsonan degan so'z qitirqinish, mukammal o'rindash, jon dil bilan ishlash degan ma'nolarni ifodalaydi. Qur'on Karimdagi allazi ahsana kulla shay'in xalaqahu, ya'ni Alloh har narsani mukammal yaratdi degan oyat bu ma'noni ifodalaydi. Sura Sajda 7-oyat. Ihson, ya'ni har ishni qitirqinib qilish, islom dinidagi 3 cho'ng martabaning biri bo'lib, birinchisi iymon, ikkinchisi islom, uchinchisi ihsondir. Farishta Jibril Muhammad alayhissalomdan savol so'ragan mashhur hadisda uning avval islomdan, ondan iymondan, ondan ihsondan so'rganligi bayon qilingan. Ibn Majah rivoyati. Demak, mukammal o'rindash, qitirqinib qilish degan ma'noda kelgan va islom dinining iymon va islomdan keyingi martabasi bo'lgan ihsonni yaxshilik qilish degan oddiy ma'noda tushunish to'g'ri bo'lmaydi. Buningga asosan ota-onaga ihson qilish deganni ota-onaga yaxshilik qilish deb tushunish to'g'ri emas.
Chunki birovga yaxshilik qilish degan xolisona yordam qilib qo'yish, xayr saxovat qilib qo'yish degan bo'ladi. Halbuki ota-onaga ihson qilish farzdir. Farz bo'lgandimi odatdagi farzlardan emas, balki Allohga ibodat qilishdan keyingi ikkinchi cho'ng farzdir. Yuqorqi Parvardigoring faqat uning o'ziga ibodat qilishinglarni va ota-onanglarga ihson qilishinglarni tavsiya qildi degan oyatning ma'nosi buni taqozo qiladi. Shunga ota-onaga qilingan ihson boshqalarga qilib qo'ydigan xayr ihsonga va xolisona yordamga o'xshamaydi. Chunki xolisona yordam va xayr ihson degan boshqalarga badalsiz qilib qo'ydigan narsa. Ammo ota-onaga qilingan ihson ularning qilganlarini qaytarish yo'lidagi burch va qarzdir. Shunga bundaq bir qarz ado qilish yo'lidagi xizmat burchini oddiy ma'noda yaxshilik qilish deb tushunish to'g'ri bo'lmaydi. Masalan, siz birisiga badalsiz holda bir narsa bersangiz yoki o'simsiz qarz berib tursangiz, siz uningga yaxshilik qilgan bo'lasiz. Ammo siz uningga ma'lum bir xizmatning yoki yaxshilikning yuzidan bir narsa bersangiz yoki uningdan olgan qarzini qaytarib bersangiz, uningga yaxshilik qilgan bo'lmaysiz. Balki haqqini ado qilgan bo'lasiz. Ota-onaga xizmat qilishmi ularning haqqini ado qilganlikdir. Bu xolisona yordam yoki xayri ihson tariqasidagi bir yaxshilik emas. Payg'ambar alayhissalom ota-onaning ulug'ligini bayon qilib, jannat onalarning tapini ostida deb ko'rsatgan. Ibn Majah rivoyat. Allohning roziligi otalarning roziliqida, Allohning g'azabi otalarning g'azabida deb ko'rsatgan. Tirmiziy rivoyat qilgan. Bu hadislar shuni ifodalaydi-ki, birov qanchalik taqvodor musulmon bo'lib ketsin, qancha qitim haj haram qilgan bo'lsin va qanchalagan bechoralarga xayr ihson qilib, ularning hayotini qutqizgan bo'lsin, din uchun qanchalik cho'ng xizmatlarni qilgan bo'lsin, ota-onasidan birasini qaqshatgan ekan, mundaq kishi Allohning roziligiga loyiq bo'lolmaydi. Natijada jannatga kirolmaydi. Payg'ambar alayhissalom ota-onasini qaqshatishni halaq qiluvchi 7 cho'ng gunoh qatoridan sanagan. 1089-savol. Ota-onalar to'g'riliq yana qanday tavsiyalar bor? Javob. Ota-onalar to'g'riliq tavsiyalar tuvandikilarga ixchamlanadi. 1. Ota-onaga har vaqt adab bilan so'z qilish. 2. Alloh taologa osiylik bo'lmaydigan har qanday ishda ularga itoat qilish. 3. Ularga mehribonlikni ko'rsatish, hech vaqt ularga g'azab bilan qaramaslik, balki hamisha tabassum bilan qarash. 4. Ularning obro'yini va hurmatini saqlash. Ularning ruxsatsiz uylardan bir narsa olmaslik. 5. Ular mamnun bo'ladigan ishlarni qilish, hamisha duolarni eptirish. 6. Har qanday bir ishni boshlashda avval ulardan maslahat so'rash. 7. Ularning chaqirig'iga har vaqt "Xo'sh ota, xo'sh ona" deb tabassum bilan hozir bo'lish. 8. Ularning do'st yaranlarini hurmatlash, dushmanlarga sadoqat bog'lamaslik. 9. Ular bilan munozir qilmaslik, ularning xatoliklari bo'lsa silih yo'l bilan ko'rsatib berish. 10. Ularga so'z qilganda ovozni ko'tarib, ularni rohatsiz qilmaslik. Ularning so'zlarini adab bilan quloq solib anglash. 11. Ularning uy ichidagi va sirtidagi ishlarga yordamlashish. 12. Ularning ruxsatsiz safarga chiqmaslik, agar oldirash yuzasidan ketib qolgan taqdirdami, ulardan hamon kechirim so'rash. 13. Ularning uylariga xususan, ular uxlayotgan vaqtlarda iznisiz kirmaslik. 14. Ularning mehmonlari kelganda qo'l bog'lab turib xizmat qilish. Zarur ish bo'lsa-mu qo'yib, ularning mehmonlari oldida yolg'iz tark etmaslik. 15. Ular bilan birga tamoq yeganda, ulardan burun dasturxonga qo'l uzatmaslik. 16. Ularga hargiz yolg'on so'zlamaslik. 17. Ayolini va bolalarini ulardan ustun ko'rmaslik. 18. Birga yo'l yurganda, ularning oldida yurmaslik, birga o'ltirganda, ulardan yuqori o'ltirmaslik. 19. O'zi qanchalik cho'ng mansabli kishi bo'lsa-mu yoki katta olim bo'lsa-mu, ota-onasiga mansub bo'lishdan takabburlik qilmaslik. Ular oldida hamisha kamtar bo'lish. 20. Ularga moddiy yordamdan bexillik qilmaslik. Ular uchun o'zlarini unutish. 21. Ularning mehnatlarini qadrlab turish, ularni ziyorat qilib turish, hadiya va sovg'atlarni taqdim qilib turish. 22. Ularni g'azablantirishdan ehtiyot qilish, ko'ngillarini asrash. 23. Ular bergan narsalarni tashakkur etish bilan qabul qilish. 24. Ularning xushalliklarini tabriklab birga xushal bo'lish. Ularning musibatlariga tasalli berish. 25. Ularning yuz xotirasi uchun
ular yaxshi ko'radigan farzandlarni yaxshi ko'rish. 26. Ayoli ular bilan jidallashib qolganda, ularning o'ttirisida odillik bilan ish ko'rish. 27. Ota-ona vafot bo'lib ketgandan keyinmi, ularning qabrlarini ziyorat qilib turish, ularning vasiyatlarini yurgizish. 28. Ularning haqqida sadiqalarni qilib turish. 29. Ota-ona hayot bo'lsin, mayli vafot bo'lib ketgan bo'lsin, ularning haqqida Rabbighfirli val validayya, ya'ni ey Alloh taolo, meni va ota-onamni kechirgin deb hamisha duo qilib turish. 30. Har qanday kishi ota-onasiga qilgan muomalasining o'xshishini o'z bolalaridan cho'qim ko'radi. Ya'ni ota-onasini qaqshatganlarni ularning bolalari qaqshatadi. Ota-onasini rozi qilganlarni ularning bolalari rozi qiladi. Bu olam o'tni olamdir. Bu jamiyatimizda va uzun yillik tariximizda ko'p tajriba qilinib, har kimning nazarida reallikqa aylangan bir haqiqat. Tuqqanlarga muomala qilish prinsipi. 1090-savol. Tuqqanlarga qarata qanday muomalada bo'lish kerak? Javob. Tuqqanlarga qarata muomalada ularga sil-rahim qilish, hol-ahvolni so'rash, ziyorat qilish, yo'qlab turish, chaqirsa qadam tashrif qilish, ehtiyojli holda qolsa moddiy yordam berish, maslahat so'rasa yo'l ko'rsatish va tuqqanlik haqlarini ado qilish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. 1091-savol. Sil-rahim degan nima? Javob. Sil-rahim urug' tuqqanlarning o'zaro bir-biriga moddiy va ma'naviy jihatlardan yordam qilish orqali orasidagi tuqqandarchilikni davomlashtirishi demakdir. Islom dini musulmonlarni oilalar o'ttirisidagi tuqqandarchilik munosabatini aniq shaklda davom etishga chaqirdi. Alloh taolo Qur'on Karimda payg'ambar alayhissalomga xitob qilish orqali butun musulmonlarga amr qilib bundoq deydi. Urug' tuqqanga, miskinga, ya'ni yo'qsulga, ibn sabilga, yurtidan ayrilib yo'lda qolgan pulsiz musofirga xayr-saxovatdan haqqini bergin. Isro surasi 26-oyat. Payg'ambar alayhissalom bundoq degan: Kimki rizqining keng bo'lishini, obro'yining mangu qilishini yoqtiradigan, urug' tuqqanlarga sil-rahim qilsin. Hakim rivoyat. Urug' tuqqanlarga sil-rahim qilish moddiy va ma'naviy har ikki jihatni o'z ichiga oladi. Moddiy jihatdan sil-rahim qilish deganning ma'nosi, urug' tuqqanlardan birasi moddiy qiyinchilikqa duch kelgan bo'lsa, uningga pul-mol yordam qilish, qarzdor bo'lsa qarzini uzishga yordam qilish, kasal bo'lsa davolatish va ulardan birasi ojiz bo'lsa, uning ishlariga kuchi bilan yordam qilish qatorliqlarning hammasini o'z ichiga oladi. Ammo ma'naviy jihatdan sil-rahim qilish deganning ma'nosi, urug' tuqqanlarni ziyorat qilish, kasal bo'lsa yo'qlash, chaqirsa qadam tashrif qilish, ularning musibatlariga ta'ziya bildirish, xushalliqlarini birga tantana qilish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Sil-rahim qilish ko'plagan kishilarning tushunganidek so'z bilan, quruq salom bilan yoki ularni ziyorat qilib qo'yish bilan ado topmaydi. Balki urug' tuqqanlarga o'z nafsining manfaatlaridan kechib, qo'llaridan kelishcha yordamini yetkazish bilan bo'ladi. Qo'shnilarga o'tashga tegishli haqlar. 1092-savol. Qo'shnilarga o'tashga tegishli haqlar qaysilar? Javob. Qo'shnilarga yaxshilik qilish iymonning eng ko'rinarli ifodalaridan biridir. Chunki qo'shnidarchilikning haqlari bakmi cho'ng. Qo'shnidarchilikning haqlari bir qancha turlik bo'ladi. Musulmon kishining ustida o'zining kofir qo'shnisiga o'tashga tegishli birla haq bo'lib, u bo'lsa-mu qo'shnidarchilik haqqi. Musulmon kishining ustida o'zining musulmon qo'shnisiga o'tashga tegishli ikki haqqi bo'lib, uning biri qo'shnidarchilik haqqi, yana biri musulmonlik haqqidir. Musulmon kishining ustida o'zining musulmon urug' tuqqan qo'shnisining o'tashga tegishli 3 haqqi bo'lib, ularning biri qo'shnidarchilik haqqi, ikkinchi musulmonlik haqqi, uchinchisi urug' tuqqanlik haqqidir. Musulmon kishining ustida o'zining musulmon urug' tuqqan yaqin qo'shnisining o'tashga tegishli 4 haqqi bo'lib, bularning biri musulmonlik haqqi, ikkinchisi tuqqanlik haqqi, uchinchisi qo'shnidarchilik haqqi, to'rtinchisi yaqin qo'shnilik haqqidir. Yaqin qo'shni yiroq qo'shnidan albatta afzaldir. Darhol yordamingizga ulguradigan, boshqalarga yaxshi tarafingizni qilib beradigan va sizni yolg'iz qo'ymaydigan kishi albatta sizning yaqin qo'shningizdir. Shunga qo'shnidarchilikning sirtida yaqin qo'shni bo'lganlikning haqqi alohida ayrim bir haq bo'lib bekitilgan. Ajdodlarimizmi yiroqdagi tuqqandan yaqindagi qo'shnini yaxshi deb bekor aytmagan. Qo'shnilarga muomala qilish prinsipi. 1093-savol. Qo'shnilarga qanday muomalada bo'lish kerak? Javob. Qo'shnilarga qilinadigan muomalada ularga to'g'ri va rostchil, samimiy bo'lish, qo'lidan kelgan yaxshiliklarni qilish,
azar bermaslik, ziyonga uchratmaslik, har vaqt yordamiga ulgurish, qiyinchiliklarni hal qilishga yordam qilish, musibatlarda yolg'iz tashlab o'tmaslik, qo'shindorchilikni birga tantana qilish, boshqalarga yaxshi ta'rifini qilish, obro'yini va izzat hurmatini qo'g'dash, yomonliklarni kechirish, azorlarga sabr qilish, bolalar o'ttirsida chiqqan jidallarni to'g'ri hal qilib, inoqlikni saqlash, gap to'shig'uvchilar va buzg'unchilarning so'zlarini aniqlamay turib, ularni qorilmaslik, ularga qarshi o'shmanlik, ko'ralmaslik, dushmanlik qatorliq illatlarni saqlamaslik, qo'shinlarga to'kmat qilmaslik, har uchirganda qizg'in salom bilan qarshi elish qatorliqlarni asos qiladi. Payg'ambar alayhissalom bir hadisda Jibril menga qo'shnilarga yaxshilik qilish to'g'riliq to'limi ko'p tavsiya qilyotdi. Hatto qo'shinlarni merosqimi sherik qilib qo'yam degando deb gumon qilib qoldim degan. Buxoriy rivoyat. Xizmatdoshlarga muomala qilish prinsipi. 1094-savol. Xizmatdoshlarga qanday muomala qilish kerak? Javob. Kadrlarning birga ishlaydigan xizmatdoshlari, do'konchining do'kon qo'shnilari, o'quvchining savodoshlari, dehqonning yer qo'shnilari, hunarvanning sabdoshlari, uning har kuni birga bo'ladigan, xushalliq dardlik kunlarini birga o'tkazadigan, darhol yordamiga ulguradigan va uni yolg'iz qo'ymay dardlarga darmon bo'ladigan kishilardir. Shunga ular bilan yaxshi, inoq va samimiy o'tishga ahamiyat berishi nihoyat zarurdir. Omad kelganda ularga cho'nchilik qilmasligi, ziyon tatganda ulardan ko'rmasligi, ularni hamisha o'tliq salom bilan qarshi olishi, moddiy va ma'naviy harjatdan ularga yordam qo'lini sunishi, ularning g'aybatini qilmasligi, ziyonga uchratmasligi, yomon ko'rmasligi, ularga kelgan omadlarga ko'z qizatmasligi, orasida husumatchilik yuz bersa, yuzma-yuz o'ltirib chiroyli so'zlashish orqali hal qilishi, ayollarning va bolalarning orasiga kirib munosabatni buzmasligi, chekimchilik va gap to'shig'uvchilarning so'zlarini aniqlab ko'rmay turib, ulardan og'rinmasligi, Allah qo'shgan bu hamrohlikni oxirigacha eng chiroyli shaklda davomlashtirish yo'lida qo'lidan kelganini qilishi va boshqalar. Do'stlarga muomala qilish prinsipi. 1095-savol. Do'stlarga qanday muomalada bo'lish kerak? Javob. Birovning do'sti uning eng yaqin sirdoshi va eng ishonch qiladigan birsidir. İnsanlar odatda oilasidan yoki boshqalardan ranjiganda, beshiga kun tushganda do'stlarga murojaat qilib, ulardan tasalli hosil qilishga va qiyinchiliklari uchun chiqish yo'li izlashga tirishadi. Uningdan boshqa haqiqiy samimiy do'st odamning qayg'uliq va xushalliq kunlarida yanada bo'ladi. Uningga madad beradi ham uni qo'g'daydi. Ahvol bunday ekan, do'stlarga samimiy, sadoqatlik, to'g'ri va rostchil bo'lish kerak. O'zining qadrlanishini xohlagan odam do'stlarini qadrlashi lozim. Do'stlarga oliko'ngillik qiladigan, manfaat yesa do'st, manfaat yetmaganda raqibiga aylanadigan, do'stining beshiga kun kelganda yoki yordamga muhtoj bo'lganida uningdan qochadigan odam do'stlik nomiga xiyonat qiladigan manfaat do'stidir. Do'stlik turlari. 1096-savol. Dunyoda qancha turli do'st bor? Javob. Dunyoda mundaq 3 xil do'st bo'ladi. Biri samimiy sadoqatli do'st, yana biri manfaat qo'g'laydigan do'st, uchinchisi yomon do'stdir. 1097-savol. Samimiy sadoqatli do'st qanday bo'ladi? Javob. Samimiy sadoqatli do'st do'stlashgan kishini jenidan bek so'yadigan, uning manfaatini o'z manfaati, uning ziyon tortishini o'zining ziyni deb to'naydigan, yaxshi yomon kunlarda uni tark etmaydigan, oq ko'ngil, rostchil, vafodor do'stdir. Bundaq do'st jonni pido qilishga arziydi. Bundaq bir muqaddas do'stlikka xiyonat qilish to'limi razillikdir. Bu mavzuda payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhissalom bilan Hazrati Abu Bakrning do'stligi eng yaxshi ulgudir. Hazrati Abu Bakr Muhammad alayhissalomning bolalik chog'idan beriki muqaddas do'sti bo'lib, Muhammad alayhissalomga tunji vahiy kelib, uning payg'ambar ekanligini bildirganda, Hazrati Abu Bakr uning payg'ambarligini tunji bo'lib tasdiqlagan va qo'llagan birinchi shaxs bo'lib tarixga qayd qilindi. U butun mol-mulkini va yuz obro'yini qurbon qilgan holda Muhammad alayhissalomni himoya qilganning sirtida oilasini Makkada tark etgan holda uning bilan Madinaga hijrat qilishdan iborat o'lim purab turadigan xatarlik safarga otlandi. Madinaga borgandan keyinmi butun qiyinchiliklarda Muhammad alayhissalomning o'ng qanoti bo'lib, hamisha uning yanida bo'ldi. Muhammad alayhissalom vafot bo'lgandan keyinmi uning o'rinbosari xalifasi bo'lib,
uning yo'liga va irodasiga bajandil varislik qilib olamdan o'tdi. Mana bu samimiy sadoqatli do'stlikning birdan-bir ulgusidir. 1098-savol. Manfaat qo'g'laydigan do'st qandoq do'st? Javob. Manfaat qo'g'laydigan do'st mohiyatda do'st emas, balki manfaatparast, aldamchi, fursatparast, razil odamdir. Mundaqlar eng xatarlik maxluqlar bo'lib, hamisha kishilarni orqasidan uradi. Ya'ni kutilmagan yerdan ularni ziyon zahmatlarga uchirtadi. Hatto do'stlashgan kishini dushmanlarga o'ng'ayli setib etadi. Shunga Alloh taolo Qur'oni Karimning ko'plagan oyatlarida musulmonlarning munofiqlarni va odamiy shaytonlarni do'st tutmasligini qattiq ta'kidlagan. Manfaat uchun do'st bo'lganlar Qur'oni Karimda bayon qilingan munofiqlarning va shaytonning ta'valarining o'zidir. Chunki bularning hammasi aldamchilikda, soxtapazlikda, sadoqatsizlikda va ikkiyuzlikda o'xshash maxluqotlardir. Birovni manfaat yuzidan do'st tutish bakmi razillik va oliko'ngillikdir. Manfaatparastlarni do'st tutgan odammi ahmaq va ziyonkor odamdir. Chunki bundaqlarni do'st tutgan odam hech bo'lmaganda ularga ishinib, ish sirlarini aytadi-da, bu yolg'on do'stlik oxiri buzilgandan keyin uning aytgan sirlari uni dushmanlarining asiriga aylantirib qo'ydi. Zodi manfaat ustiga qurilgan do'stlik amaliyotda do'stlik emas, balki vaqtlik foydalanish munosabatidir. Shunga har kim do'stlarni tanlashda Qur'oni Karim bilan sunnatning ro'yini o'lcham qilib, hissiyotga berilmasdan, aql va shariatning sadosiga quloq solgan holda ish ko'rishi intayin zarurdir. Bir odamning qandoq ekanligini, do'stlikka yaraydigan yoki yaramaydiganligini bilish uchun uni sinab ko'rish kerak. Ikkinchi xalifa Umar ibn Xattobning yeniga bir odam yana bir odamga guvohlik berish uchun keltirilganda, Hazrat Umar guvohchidan "Sen guvohlik bermoqchi bo'lgan kishini tanimsan?" deb so'raydi. Guvohchi "Ha, taniyman" deb javob berdi. Hazrat Umar uningdan "Sen uni qandoq taniysan? Uning bilan yaqin qo'shnimi?" deb so'raydi. Guvohchi "Yo'q" deb javob berdi. Umar yana uningdan "Sen uning bilan birga safar qilib boqqanmi?" deb so'raydi. Guvohchi yana "Yo'q" deb javob berdi. Umar yana uningdan "Sen uning bilan pul muomalasi qilib boqqanmi?" deb so'raydi. Guvohchi yana "Yo'q" deb javob berdi. Bu vaqtda xalifa Umar "Yo'qol, sen uni tanimaydi ekansan" deydi va uning guvohlik berishini rad qiladi. Imom Shofiy birovning sirtqi ko'rinishiga va ibodatlarining ko'pligiga qarab baho berishga bo'lmaydiganligini ta'kidlab mundaq degan. Birovning sajdada ko'z yosh to'kkaniga emas, balki muomala ishlaridagi ahvoliga qarang. 1099-savol. Yomon do'st degan qandoq do'st? Javob. Yomon do'st odamni yomon odat, nachar axloq va turli razil qilmishlarga boshlab kirib, har xil balo qazolarga duchor qiladigan odamiy shaytondir. Alloh taolo Qur'oni Karimning nurg'un oyatlarida mu'minlarni odamiy shaytonlarni do'st tutmaslikka, ulardan yiroq turishga chaqirganning sirtida Qur'oni Karimning eng oxirgi surasining eng oxirgi oyatini Muhammad alayhissalomni va jimi musulmonlarni odamiy shaytonlarning har turli yomonliklaridan Allohga sig'inib panoh tilashga buyurish bilan tamomlagan. Allohga sig'inib insonlardan bo'lgan yoshirin shaytonning vasvasining sharridan panoh tilayman degin. Nas surasining oxirgi oyati. Hammaga ma'lumki, zamonimizdagi Uyg'ur jamiyatida nurg'unlagan musulmon bolalarining fojialar bilan oyoqlashgan tuyuq yo'llarga kirib ketishi, ota-onasini zar-zar yig'latib, turli razillik yo'llarida nobud bo'lib tugishib ketishi, musulmon oilasida cho'ng bo'lib turib, musulmondachilikdan, adab axloqdan hech qanday nasibasi bo'lmagan, ranglik o'ltirishlar, harom qilmishlar va odamiylikdan chiqqan razil ishlar bilan umrni o'tkazayotganligi qatorliq fojialarga bir tarafdan oila tarbiyasining bo'lmasligi sabab bo'lsa, yana bir tarafdan yomon do'stlar, ya'ni odamiy shaytonlar sabab bo'lmoqda. Shunga oila tarbiyasi nachar, axloqi yomon, diyonati sust kishilar do'st bo'lishga hargiz arzimaydi. Mundaqlarga oldi bilan musulmondachilik burchimizning taqozosi bo'yicha hikmatli usulda vaz-nasihat qilib, ularni yaxshi ishlarga da'vat qilishimiz lozim. Ular da'vatni qabul qilib, yomon odatlarini tashlab yaxshi ishlarni qiladigan, islom farzlarini ado qiladigan bo'lib o'zgarsa, ular bilan Alloh uchun do'st bo'lib yaxshi ishlarga davom qilish lozim. Chunki bir odamni yaxshi yo'lga kirgizishning savobi Payg'ambar alayhissalatu vassalamning ta'biri bilan dunyo va uningdagi hamma narsadan cho'ngdir. Ya'ni birovning hidoyat tepishiga sabab bo'lganlikning savobi butun dunyoning boyligini Allohning yo'lida sarf qilganning savobidan cho'nqir deganlikdir. Agar da'vatni qabul qilmasa,
yoki boshlang'ich qo'yib, o'zining bilgincha ish qilishga davom qilsa, mundaqlarning o'zgarishidan umid qilmagan bo'ladi. Shunga ular bilan do'st bo'lish emas, balki ular bilan aralashmaslik, muomala qilmaslik, xudibojlik munosabat qurmaslik lozim. Shundaqla bolalarning oila tarbiyasi yaxshi bo'lmagan, adab axloqdan nasiva olinmagan bolalarga aralashishiga va do'st bo'lishiga qat'iy yo'l qo'ymaslik lozim. Chunki diyonati va axloqi bo'lmagan odamlardan inson tasavvur qilib bo'g'isiz baloy ofatlarni kutishga bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom bu ma'noni intayin esil bir ta'bir bilan ifodalab mundaq degan: yaxshi do'st bilan yomon do'stning misoli ipar sotquvchi bilan ko'rak bosquvchiga o'xshaydi. Ipar sotquvchining yeniga borsangiz, u sizga ipar beradi yoki uningdan setib olasiz, yoki hech bo'lmaganda uningdan iparning xushbo'yini puraysiz. Ko'rak bosquvchining yeniga borsangiz, u kiyimingizni kuydirib qo'yadi yoki uningdan badbo'y sesiq puroqni puraysiz. Imom Muslim rivoyat. Ajdodlarimizmi qozonning qishig'i bo'lsang qarisi yuqar, yomonning qishig'i bo'lsang balasi yuqar degan hikmatni qoldirish orqali avlodlarni yomon odamlar bilan do'st bo'lishning xatiridan ogohlantirgan.